aytib bersam foydali bo'ladi deb o'ylayapman. Jaguar deydi bu. Jaguar deydi bu. O'shanaqa rosa qimmat mashina olibdi-da. Va o'sha kirgan mahallada mashinani haydarkan, boyagi bolalar mashina orasidan yo'l chekkalarida tasavvur qiling, yo'lda ikki chekkasida avtomobillar, mashinalar park qilingan, ya'ni. O'shalarda orasidan biror yosh bolalar yugurib qolmasin deb sekin haydab ketyapti. Ayni paytda o'zida mashinasini go'zalligidan, qimmatbaholigidan ichidan bir maza qilyapti endi. Ikkita maqsadda diqqatli. Birinchisi birovni urib ketmay deyapti, ikkinchisi mashinamga ziyon yetmasin deyapti-da. Lekin qaradiki bir tosh uchib kelib mashinasiga qars etib tegdi. Yo'l bo'lsa, bunday pastlikdan tosh uchib kelib, kim otganini ham ko'rmadi. Mashinadan g'azab bilan tushdi va boyagi park qilingan mashinalarda o'sha toshtab kelgan tomoniga bordi, bir bolacha turibdi. Bolani ko'tarib shu yerdagi mashina kapotini ustiga qo'ydi-da. Sen aqling joyidami? Sen hozir necha pullik mashinani bu ishga yaramaydigan holga olib kelding. Bilasanmi, men buni ta'mirlatish uchun qancha pul sarflayman deb butun ichidagi g'azabini, mashinasini necha pullik turishini-yu, endi u bir aybdor mashina bo'lib qolgani-yu, uni narxi tushgani-yu, uni tuzatishga qancha pul ketishi-yu, hammasini aytib boyagi bolani juda abgor qilib tashladi-da. Keyin boyagi bola o'ziga kelib, amaki, men rosa ishora qildim, lekin hech kim to'xtamadi. Keyin tosh otishga majbur bo'ldim. Meni bir nogiron akam aravasida pastga qulab ketdi. Qattiq yaralandi. Men kuchim yetmayapti uni ko'tarib aravasiga o'tkazishga. Aravasini olib tushdim. Lekin o'zini o'tkaza olmayapman aravasiga. Qancha odamlarga qo'l ko'tardim, hech kim meni ishoralarimga qaramadi. Shuning uchun tosh otishga majbur bo'ldim. Siz akamni ko'tarib aravasiga o'tkazishga menga yordam berasizmi dedi. Boyagi odam qotib qoldi. Tushdi. Yiqilib yotgan, u yor bu yeri qonagan bolani akasini o'zini aravachasiga o'tkazdi. Cho'ntagidan oppoq ro'molchalarini chiqarib, qonagan joylarini artdi. Boyagi kichkina bolacha tosh otgan bola nima qilishini bilmadi. Indamasdan akasini aravasida sudrab ketdi. Bu Jaguarning egasi sekin, shoshmasdan mashinasiga borib o'tirdi va yana shoshmasdan haydab ketdi. Va juda uzoq yurdi. Bilasizmi keyin nima bo'ldi? U hech qachon o'sha tosh tekkan joyni tuzattirmadi, remont qildirmadi. Bilasizmi nimaga? Bu saboq hech qachon esdan chiqmasligi uchun. Qaysi saboq? Hech qachon odamlar bir narsani bunga tushuntirish uchun, ahvollarini anglatish uchun, qiyinchiliklarini tushunarli bo'lish uchun bunga bir tosh otish majburiyatida qolmasin undan keyin. Odamlar yordamga chaqirish majburiyatida qolmasin. U darajaga bormasdan odamlarning muammolarini ko'rish, his qilish, ularga yordam berish doim esida turishi uchun u joyda remont qildirmadi.